Foyda qilamiz kanalining qadrli obunachilari. Bugungi obzorimizda xuddi shu ko'rib turganlaringdek katta assortimentdagi qassob akalarimiz hamda oshxona uchun, katta oshxonalar uchun suyak arralarimiz olib qo'yganmiz. Video boshlashdan oldin videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Maksimal shu arra sohadagi tanishlaringiz o'rtog'iga yuborib qo'ysangiz, xolos videosidagi ham bizga manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasam biz video davomida bu arralarimiz necha o'rta ishlaydi, qanaqa joylarga qaysi biridan qo'yish yaxshi bo'ladi. Hozir biz xuddi shu savollarga javob berib ketamiz. Va xolasa video oxiriga ko'ringlar. Va xolasa sizlarga ham bizga ham video manfaatli bo'ladi. Qani bo'lmasam biz videomizni boshladik. Videomiz qani biz eng jajji kichkinasidan boshlaydigan bo'lsak, mana eng kichkina turgan jajji arramizdan boshlaymiz videomizni. Eng kichkina soatiga bir 20 kilo, 30 kilo holsiz go'shtlarni bemalol arralab beraveradi. Faqat buzilgan go'sht arralab bilasizlar, hammanglar. Xuddi shu ko'rinish oladi. Xitoy zavodskiy arramiz bo'ladi. 120 lik arra tushadi. Va xolos bu hamma arralarimizga 6 oydan servisini garantiya qilib qo'yganmiz. Arram ko'rinishi xuddi shu bo'ladi. Narxi keladigan bo'lsak, narxini $390 qilib qo'ydik. Xudo xolasa sikkilar haqida ulgurib qolinglar. Navbatdagi arramizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi arramiz yangilik keldi. Bunisi o'rtada esa hamda boshida yangilik tovarlarimiz keldi. Xudo xolasa kачестволар вообще bomba holatda kelibdi. Xuddi shu ko'rinish oladi. 125 arra tushadi. 220 deshadi. Xudo xolasa minus 50 kilo 60 soatiga go'shtlaringni arralab beraveradi. Arramiz narxiga keladigan bo'lsak, bu arramiz narxi atiga $395 qilib qo'ydik. Xudo xolasa sizga narxda ulgurib qolinglar. Navbatdagi arramizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi arramiz necha kattaroq, bahaybatroq arramiz hisoblanadi. Arramiz ko'rinishi xuddi shu ko'rinish oladi. Bundan sal akasi ham bo'laveradi. Xo'p, bu arramizni 200 grammda ishlaydi bu ham. Ko'rinishlari xuddi shu ko'rinish oladi. Narxiga keladigan bo'lsak, narxini $430 qilib qo'ydik. Xudo xolasa, pastga nomerlar qo'yib berganmiz, bemalol aloqa chiqib bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekiston bo'ylab xuddi shu ko'rib turganlaringni, любой arralaringni yetkazib berish vazifamiz bor. Lekin pulli bo'ladi, kelishilgan holda bo'ladi, bepul deb. Ko'pchilik o'g'layapti. Videoda aytgansizlar, dastlabki qilib berasizlar deb. Lekin dastlabkamiz kelishilgan holda pulli bo'ladi butun O'zbekiston bo'ylab. Lekin Farg'ona shaharicha bo'ylab dastlabkamiz bepul. Xo'p, navbatdagi arramizga o'tadigan bo'lsak, navbatdagi arramiz ko'rinishi krashinli bo'ladi, materiallari nerjevik emas, bunisi nerjevik bo'ladi, bunisi krashinli bo'ladi. Ikkalasi ham vashshi moshni eng xadovoy ketayotgan arralarimizdan biri. 165 likdan arra tushadi. Qaysi biri yaxshi degan akalarimizga bunisini oshxonaga olsalaring yaxshi, hamda bunisini qassobxonalarga olsalaring yaxshi. Chunki bu motorini quvvati, tezlanishi kuchli bo'ladi. Buni sal slabiyroq, sekinroq bo'ladi. Lekin oshxonaga vashshi zo'r aytadi, bunisi qassobxonalarga zo'r aytadi. Ikkalasi ham lekin narxi bir xil. $420 ga $420. 6 oydan servis garantiya qilib qo'yganmiz. Xudo xolasa, pastga nomerlar qo'yib berganmiz. Ikkala arradan kimga zo'r, ma'qul keladigan bo'lsa, telefon qilib bemalol bog'lanishingiz mumkin. Videoda aytilmagan savollarning bo'lsa, javoblaring bo'lsa, bemalol telefonda murojaat qilsalaring, xudo xolasa batafsil tushuntirib beramiz. Xo'p, endi biz navbatdagi arraga keladigan bo'lsak, navbatdagi arramiz eng katta bahaybatroq arramiz hisoblanadi. Hammasining akasi hisoblanadi. Bunisi 200 grammda ishlaydi. 174 arradan tushadi. Bistrasuplari bo'ladi. Bitta tugmalarda arrani ishlash nimalari bo'ladi. Buni bitta regirovka qilasizlar arrasini. Hammasini arrasini shu kallasini regirovka qilasizlar. Shuni men video davomida aytmoqmiz. Buni regirovka qilishda 2-3 arralar uzganlardan o'rgan olasizlar. Nimaga aytsalar, buni sal qattiq qilib olsalar arrani tez uzadi. Sekin qilib qo'yinglar. Slabiy qilib qo'ysalar arrani tez uzib oladi. O'shuna hisobga me'yorda 2-3 ta arra qo'yganlardan keyin o'sha qo'llaring kelib qoladi. Arran xuddi shu ko'rinish oladi. 174 arra tushadi. Bunga 6 oy servis garantiya qilib qo'yganmiz. Narxi keladigan bo'lsa $590 qilib qo'ydik. Xudo xolasa pastga nomerlar qo'yib berganmiz, bemalol aloqaga chiqib bog'lanishingiz mumkin. Butun O'zbekiston yetkazib xizmatlarimiz bor. Video yoqqan videoga like bosib, kanalga obuna bo'lsangiz esdan chiqmasin. Maksimal shu sohadagi o'rtaga jo'natib qo'ysangiz, xudo xolasa video sizga ham bizga ham manfaatli bo'ladi. Keyingi videoda qanaqa video qilaylik, kommentariyada yozib qoldiringlar.